Avvalgi assalomu alaykum aka-ukalar. Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva yo'nalishi bo'yicha taksi xizmatlari kimdan kim shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar mana. Turala mashina ham o'zimizniki. Jaydari shoferlar ketibdi. Sankt-Peterburgdan Moskvaga qarab, xudo xolasa mana bitta Abjabbar aka, mana Murodbos aka. Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva. Polatniy doroga bilan yuramiz aka-ukalar mana. Dokument yo'q aka-ukalar ham bemalol aloqaga chiqaradi. Polatniy doroga bilan yurib, borib manzilini olib, manziliga tashlab qo'yamiz. Mana mashinamiz komfort, silimiz ham ketyapti oldida. Aka-ukalar to'lsa to'lmasa har kuni mashinalar bor. Mana 3 ta 4 ta manaqa mashinalarimiz bor. Jaydari shoferlardan. Shokir akani mashinasi mana akalar. Shokir aka ham qatnayapti. Mana Murodbos aka ham. Mana olib ketamiz akalar, uxlamaylik deb. Mana Shokir aka. Jaydari shoferlar akalar, telefon qilaverasizlar. Nima deysizlar? Yaxshi ketyapsizmi? Zerikmasdan. Yaxshi ma'qulmi? Shoferlar uxlab qolmayaptimi? Azamat akam